Hozir bizda deyarli 1000 yildan oshiq mumtoz adabiyotimiz tarixida folklorni o'rni kam. Lekin boshqa qardosh xalqlarimiz qarasak, qozoqlarda, qirg'izlarda ular o'sha milliy adabiyotning asosini folklor ustiga qurishgan. Abaylarni olamiz, xalqning baxshilari bugun o'sha qozoq tilining asoschilari sifatida taqdim qilinyapti. Bizda bu madaniyatning chuqurligidanmi yo folklorning kuchini biz to'g'ri baholamayapmizmi? 19-asrning oxirida, 20-asr boshida rus olimlari turkiy xalqlarini o'rganganda va bizni bir-birimizdan ayirishga harakat qilgan-ku. Ya'ni ular o'ziga xoslikni qidirib o'rganganda shunda qanaqadir umumiy merosni taqsimoti bo'lgan. Biz mumtoz adabiyotni, o'troq madaniyatni olganmiz. O'zbek xalqi. Masalan, qozoq xalqi og'zaki adabiyotni va ko'chmanchi madaniyatini vorisi sifatida olinganda va oradan o'tgan bir asr davomida biz mana shu poydevor ustida rivojlandik. Shuning uchun bugun bizni mana folklordagi ba'zi motivlar, folklordagi holatlarni xalqimizga aytsangiz, bu xuddi qozoqnikiday tuyuladi-da. Yoki mana jilovchi sheva bor-ku. Jilovchi sheva ham xuddi bir qozoqnikida yoki qirg'iznikidek, qoraqalpoqnikida tuyuladi. Biz madaniy vorislikni olganimizda cheklaganmiz. Balkim bizni cheklashgandir. Mustamlakachilarimiz. Hammasini ildizi menimcha mana shu yerda. Vaholanki mana fitrat yoki boshqa nimalarimiz, jadidlarimiz ko'proq folklor va qipchoq shevasini birinchi planga qo'yilgan holatlarim bor-da. Mana shu cheklov hozirgacha biz miyamizda turibdi. Ayirmakashlik, mana bu bizniki, bu bizniki emas degan narsa. Asli hammasini vorisimiz. Shunday qabul qilishimiz kerak. Biz endi aytaymiz-da bu gapni. Aslida bizda katta yozma adabiyotimiz ham bor va juda katta og'zaki adabiyotimiz ham bor. Yoki nimani davlatchilik nuqtai nazaridan ham biz Chig'atoy ulusining vorisi sifatida ko'riladi. Lekin asli o'zbek davlatchiligi Chig'atoy ulusi va Jo'ja ulusining vorisi. Ikkita nimadan? Xuddi shunday og'zaki yozma adabiyotimiz ham shunaqa narsa. Mana shu sinkretik holatni biz tan olmasdan begonalashtirib kelganmiz. Muammo shunda bo'lgan. Keyin mumtoz adabiyotning folklorga ta'siri bor. Bu haqda olimlar aytgan. Masalan, Farhod va Shirinlar, Laylo va Majnun degan dostonlar ham yozilganda, lekin mumtoz adabiyotga folklorning ta'siri haqida ko'p gapirishmaydi. Navoiyni, masalan, Farhod va Shirin doston va boshqa umuman mumtoz adabiyotdagi dostonlar bu ko'proq folklor an'analaridan o'sib chiqqan. Umuman adabiyotni nimasi shu-ku. Nima deydi? Negizida, ildizida folklor turibdi-ku. Mana Gomerda Odisseyasini ham bu folklor. Asos folklor. Gomer baxshi deyiladi. Yoki o'zimizda ana xamsachilikda. Men xamsachilikni ko'p joyda aytdim. Navoiyshunoslar qabul qiladimi, yo'qmi? Bu xamsada bitta syujetda bir necha ijodkorlar, bir necha shoirlarni ijod qilishi bu dostonchilikdagi, xalq dostonchiligidagi mana Alpomishning nechtadir variantiga o'xshagan holat. Syujet bitta bo'ladi. Keyin siz mahoratingizni, qudratingizni ko'rsatishingiz kerak. O'sha syujet doirasida. Tildan tilga ko'chgan. Shuning uchun xamsachilik va mana shu xalq dostonchiligining an'analari ham bir-biriga juda ham uyg'un.